أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قبض رأس المال قبل المفارقة yuqorida salamning shartlarini bayon qilgan. Shu shartlarning ichida sarmoyaga chetishlik bir shart. Sarmoyani, salamning pulisini ikkalan shu so'rinda badani bilan ayrilishdan burun hammani to'liq topshirib qo'yish lozim. Albatta bu salam savdosimi bir tovar sotilish savdosi bo'lg'achqa, odatdagi savdolarda nima shart qilinsa, shu aynan shart qiladi. Uningdan sirt favqulodda bir savdo bo'lg'achqa bu salam savdosi odatdagi savdolardan farqlanadigan. Uningdan sirt boshqa shartlar bor. Mush pulga munosabatlik boshqa shartlarmi bor. Masalan, shu pulni ikkalan badani bilan ayrilishdan burun topshirib olish lozim. Masalan, kecha o'tirib paralashibdi. Shu so'rinda ayrilishdan burun topshirib olsa bo'ladi. Ya 5 minut so'zlashib bo'lsa, ayrilishdan burun topshirib olish lozim. Lekin ayrılmagan bo'lsa, ayrılishdan burun topshirib olsa bo'ladi. 10 soat birga o'tgan bo'lsa, birinchi soatida salam savdosi qilgan bo'lsa, 10-chi soatida topshirib olsa mayli. Lekin ayrılishdan burun topshirib olish lozim. Nima uchun shu so'rinda topshirib olmasa bo'lmaydi desa, aslida bu salam savdosi odatdan tashqari yo'l qo'yilgan bo'lg'achqa, buningdan bir xil noma'lumlik, bir xil ojizlik bo'lg'achqa, pulni qo'lga topshirib olish bo'lmasa, yana ham bir xil tavakkulchilikqa degan bo'ldi yoki qazni sotgandek, nesini sotgandek bir ahvol bo'lib qoldi. Yana uningdan boshqa bir sharti, shu sarmoya bir tarafda, tovar bir tarafda, ikkisi qarasak, ikkisi bir-biri bilan naq so'zlashilgan, narsa bo'lsa bo'ldi. Biz ribonomizda dedik-ku, yadamga bo'lishlik kerak degan bir shart qo'yilgan. Ba'zi narsalarni bir-biriga almashtirganchalar, ribo fadli bo'lgan masalalarda naq bo'ldi, birini kechiktirib bo'lmaydi degan to'p. Bu salamdimi pulga munosabatli tarafi salamning puli bilan tovar qarasak ikkisini naq so'zlashsa bo'lgan, ammo kechiktirsa bo'lmaydigan bo'lsa salam so'zi bo'lmaydi. Ammo birincisini hozir kitobda bayon qildi. Ikkalan shu to'xtamlashgan so'rindan ayrilishdan burun salamning pulini to'liq topshirib o'tishi shart. Mufaraqatul abdani fil majlis deymiz. Nima uchun? Fali anna salama akhdhu ajilan bi ajil. Chunki salam degan pulni naqdlab tovarni keyin topshirib beradigan so'zdan iborat. Yani bu satqıçıga nisbatan shundaqmi? Akhdhu ajilan bi ajil. Shunama? Lekin setvaguchiga nisbatan shira'u ajilin bi ajil deymiz. Shu bu ta'rif hozir satqıçıga, mol egisiga nisbatan to'g'ri. Setvaguchiga nisbatan to'g'ri emas. Setvaguchiga nisbatan shira'u ajilin bi ajil deymiz. Ala ma marra. Shu salamning ta'rifida mush mazmun bayon qilinib bo'ldi. Undan ekan salam savdosi qildi, lekin ikkalan ayrilib ketgan chaqda pulni topshirmagan bo'lsa, salam degan narsa yo'q. Nolga tang. Hammasi. Salam degan narsani unutish lozim. Savdo yo'q deydi. Al-aqd batil. Fayajibu qabdu ahad al-iwadayn liyatahaqqaqa ma'na al-ism. Unda bo'lgandikan, ya'ni bu shira ajilan bi ajil yoki akhzu ajilan bi ajil bo'lgandikan, bu yerda ikki narsaning birisi naq bo'lish lozim degan gap bor. Tovar narsa yo'g'on ekan, pul naq bo'lish lozim. Shunda bo'lsa, andin mushu salam yoki salaf degan ismga loyiq kelgan bo'ldi. Salam degan nima esa? Pulni oldin ilib, tovarni keyin berishdir. Salaf degan joz, pulni oldin berib turib, molni keyin berishdir. Undan keyin mush ismga loyiq bo'lish uchun pulni to'liq berish lozim. Ahadul ivadayn ishada nima as-saman, ya'ni ikkining birini oldin berish lozimdir. Shunama? Wala yajibu qabdul muslim fihi fil hal. Unda ikkining biri tovar qarasak, tovardan nesi topshirgan nasibda. Bundan keyin biz g'atchidan nimaga qaraymiz? Pulga qaraymiz. Ani naq belgil olmaydigan narsa ekan, bundan ham qarasak
pulni naqd qilish lozim deymiz. Fayajibu qabd ra'sil mal. Undan keyin pulni naqd topshirishdan boshqa yo'l yo'q. Bo'lmasa salam vujud chiqmaydi. ثم إن كان رأس المال دينا يصير كالئا بكالئ وإنه منهي عنه. أما ده قرصق sermaye qaraydi. Sermaye naqulmay gadinda bir qarz bo'lsa, bu chaqda natijadan bo'ldi. Bu nisinasi satqin bo'ldi. Belkali bilkali mal nisi bunun pulusu nisi. Unda bo'lib qoldi. Hadisda va icmada bu cheklangan ish. Va in kana aynan agar pul bo'lmay va gadindagi pul emas, masalan bir parcha kiyim, raq yoki bir hayvon, zavatul qiyam narsaning birsini oshini salamning puli deb qolsak, bu ahvolda fal qiyas annal qabda laysa bi shartin. Buni qiyas nimasi bo'yicha naqd topshirilishi shart emasdi. Nima uchun? Biz savdoda tovarni gachcha topshirish lozim. Lekin pulni onun çaresini qilib, bir tayyorlab qo'yguncha kechiktirish mumkin degan shart emasdi normal savdoda. Leno yetayyan chunki bu ayn, ya'ni masalan bir hayvon, bir kiyim degandek narsa, oshini rasmal qilsa, bu muayyan bir narsaga aylandi. Normal savdoda shuni zada hozir topshirilish degan gap yo'qdi. Uni atibasin bo'ldi. Faqad iftaraqa an daynin bi'aynin. Bu narsa ayn bo'lib qolsa, natijadan bo'ldi bir qarz va bir naqd bir narsa bor. Ayn deganimiz puldan boshqa narsa. Pulni la ta'yin bi ta'yin dedi. Lekin undan boshqasi ayn bo'ldi. Natijada qarasak, bu tovarni kim bermoqchi? Bir ayn birinin bor. Asli shart bo'lmasin bo'ldi deydi. Shart bo'lmasin bo'ldi normal savdoda. Val istihsan deganlar qiyasni biz tashladik degan. Odatda savdoda bo'ludi degan, mayli degan qiyasni tashladik. Annahu shart va salam savdosida mushin shart deb turoldi. Amalan bil xabar. Nima uchun? Bu yerda qiyasni tashlash o'sha hadisni tutqanlikdan. O hadis qiyasga zid shaklda kelgandek bo'lg'achqa biz hadis bosh ustiga bizning qiyosimizni cho'ritili bo'ldi deb plan ani tutdik. Va salam savdosining pulini naqd topshirilishi lozim deb bir shartni bekitdik. Amalan bil xabar hadisning mazmuniga amal qilgan va muqtada lafzi salam. Salam degan mush savdodagi ismi, so'zning ma'nosi nimani taqozo qildi? Pulni oldin berishni taqozo qildi. Va shu mazmunga qarab, pulni oldin bermasa vujud chiqmaydi dedik. Qabd ra'sil mal qabl mufaraqa degan masalada bunda ikki ehtimollik bor. Birisi in kana ra'sul mali daynan, pul topshirma kim berma pulni. Falonchilarga manchilik oshliq berasiz deb salam qilib topshirsa, bu natijada bay'i kalin bikali qazni qazi satgan bo'ldi dedik. Ya'ni qiyosga tushirsak bay'il kali bil kali. Endi istihsan desakchi salam masalasida bu texnik cheklandi. Chunki salamda rasulman topshirish lozim degan bir nimatda. Shunday bo'lgandan bu qaz qapqasa rasulmal qiyosda cheklandi, istihsan cheklandi. Agar va imkon aynan pul bo'lmay, ayn deganliklar muayyanlashgan narsa bu. Pul bo'lmay bir ot masalan, bir telefon degandek ashuna narsa bo'lib qolsa, fal qiyas annal qabda laysa bi shartin. Bunda ahvolda qiyas qarasak, cho'qim shu chaqda topshirish shart degan narsa yo'q. Nima uchun? Bu muayyanlashib ketadi. Endi muayyanlashgan ahvolda natijadan bo'ldi, faqad iftaraqa an daynin bi'aynin. Bir muayyan narsa bor, bir qarz bor. Bunda holatda ikkala ayrilgan bo'ldi dedi. Bunda ayrılsa odatda qiyosda joiz bo'ladi. Qiyosda joiz bo'ladi deydi. Xuddi masalan, muayyan bir narsani nisi satgandek, ma telefonni kelar oyda berdiganga $5 satdim desa, joiz. Hozir topshirmoqmi buni? Musoda hisob bo'ldi deydi. Qiyosda shunda bo'ldi. Lekin istihson kelsak, val istihsanu annahu shart. Yani istihson kelsak, o'sha topshirishi shart. Aş aynı muayyen lazım. Muşu telefonu desa, aşın telefonunu topshirish lazım. Muşu atını degan bo'lsa, aşın topshirish lazım. Çünkü selam deganning ma'nosi at-taslim li ra'sil mal. Shunami?
Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruğu mu? Fel yuslim, yani fel yu'ti diyen bu gaçkarı. Ondan ki her iki ehvalda zaten şu ra'sul mal tapşırışı lazım demekçi. Ve lihâzâ la yecuzu fihi khiyar şart. Muşuna nak bu gaçka, onun da khiyar şart caiz olmaydı dedik. Ben maslahat qilib 3 kungacha oldigan bo'lami, olmaydigan bo'lami deydigan. Manda meke gapga ruxsat qilmadik deydi. Li'annahu yamna'u sihhat at-taslim. Chunki bu xiyar shart bo'lsa 3 kungacha maslahat qilib olay, ya oldigan bo'lami desa, shuni pul bermay turishi mumkin. Ya u pul odamga mulkulab o'tmaydi. Bergan taqdirdami? Feyuhillu bihi, şuna onun muqtadasıga, tabiatiga zid keladi. Yani muşuna chetishlik kitobda bayon qilingan bir masala bor. Mush masalaga chetishlik. Agar pulning bir qismini naq berib, bir qismini nasihat etish hükmünün bulduğu ulamalarning ikki xil qarashi bor. Hanifi mazhab, Shafi'i va Hanbali mazhabda iborat jumhurlar pulini olmagan qismida salam bekor olib ketadi. Şuna $1000 100 kilo chilan degan bo'lsa, $5 topshirib, $5 atlatin birma degan bo'lsa, hozir salam $5 salam qilgan bo'ldi. $1000 emas. Bergan pulga loyiq salam savdosi bo'ldi dedi. Ha, bundan qarashida yerimi hozir fasid bo'lib ketdi. $5 savdo fasid bo'lib ketdi. $5 fasid bo'lgan savdo, pul topishib olgan $5 savdoni buzutolmaydi. $5 hisob bo'ldi deydi. Demek $500 savdo oldu, $1000 savdo olmadı neticede. Çünkü topshirgan pul necha pulda? Naq topshirgani $5. Shunga loyiq savdo oldu. Nima uchun savdoni $1000 chilanga oldin pul o'tkazma dedimi? Ma'qul. Ijab al-qabul bo'ldimi bunimi? Lekin $1000ga to'g'riga aslida. Yani $500 topshirib $5 topshirmagandan keyin $500 fasid bo'lib ketdi. $5 fasid bo'lganda yerimiga to'g'ri bo'lganiga ta'sir ko'rsatmaydi deydi jumhurning qarashi. Chunki savdoni $1000 qilgan va $1000 savdo to'g'ri bo'lgan. Shunga ayrilishdan burun $5 berib $5 atibiray deb yaqamana hozir berutaya deb qancha bersa to'g'ri bo'lardi. Maliki mazhabda butun savdo bekor bo'ldi. $1000 savdo hammasi bekor bo'ldi. Kitapta deyilmeyen mazmunundan birini katkan bulduk. Yani muşun münasebetli bir mesele. Setavağıçının satqıçıda qazı bakin, elişi bakin. Geldiğinde $1000 qazım falanda, zavodiyizde, yani bağvanda. Ben sildeki $1000'imge sildim, birinci ay tapşırı olduğunda 100 kilo çılan aldım, desi bulamdı. Çünkü yardım şart nimede ibaret, pul nak buluşu lazım degeniken pul hazır nak emas. Adamın geldiğindeki pul. Bulandı mı mumdu? Asası 99% cumhur ulemalar caiz emesi. La yecuz. Nima uchun? Bu bay'at deyni bid-deyni chiqib qoladi. İmam İbn Taymiye bilan İmam İbn Qayyim rahmetullohi alayh bu caiz bo'ldi deb turadi. İcma borda, icma yo'q bunda. Biz icmoni buzgan bo'lmaymiz. Lekin biz shuni bo'ldi deb qaraymiz. Lekin bular ikkiga ayirgan bu qazni. Aş qaz hozir topshirgan vaqti keldimi kelmadimi? Kelmagan bo'lsa, jumhurga o'xshash bo'lmaydi dedi. Tek vaqt kelmagan bo'lsa, lekin vaqt kelib tek bermagan qaz bo'lsa, u chaqda bo'ladi. Nima uchun desa, hozir bu uning qo'ldan elib, yana berib, nima bu shakli bir ish. Aning puli o'tab bo'ldimi? Hozir berib bo'lgandeklar. Ya'ni qabada hukman deymiz. Qabdul hukmi vujudga chiqqan bo'ldi. Bundan keyin pulni biz o'tkazib qo'ygan bo'ldik o'rinda. Gadiningdagi $1000'imga 100 kilo chilan olaman desak, gadiningdagi $100'imga degani sana $100'ni berib bo'ldim degandek bir gap deydi. Shu bular shunda jasorat bilan bo'ladi degan. Ammo qazn topshirish vaqti kelmagan bo'lsa, jumhurga o'xshash bo'lmaydi, bayat deyni degan. Jumhur bilan ikki imomning o'rtasidagi farq vaqti kelganmiş qazni to'laydigan vaqti keldi hozir. Pulni qaytarish lozim. Shu chaqda men topshirib oldigan qazni gerçi hozir topshirmasam, burun topshirishim hozirgi topshirishning o'rnida turdi dedi ikki imom. Allah yo'q, u o'rin turmaydi. Mush to'xtamni qilgandan keyin ondan topshirishing lozim dedi. Agar unda topshirmasa, nesiga sotgan bo'lib qoladi. Ikki imom Aşo vaqt kelgan qaz
Selam savdosi qilsak, hukman topshirganning o'rnida, yangidan topshirganning o'rnida qabdul hukmi buldum dedi. Yani bir mesele şu münasırlık. Mening aşı bağvanda milim bor. Qanda bo'lsin bir amonat saqlayotgan ya shirikchilik bilan shirikdim, şunun qo'lda bir milim bor. Milimni pul deb o'tkazga hisob qilib, tovar salam savdosi qilsam bo'lamdi. Yani bir mazhabda to'g'ri bo'ldi. Lekin jinochkera o'sha odamdagi mening milim o'sha odam to'laydigan molmi deb ketsa, yoki to'lamaydigan molmi? Yani madmun nasimi yoki g'ayr madmunmi? Shuni ayrıydı. Amanat to'lab qolsa bo'lmaydi dedi. Chunki yetib ketib qolsa, hech qanday kar yo'qdi. Lekin to'laydigan bo'lsa, xuddanda zat pulim bor deya olmayman, milim borda deya olmayman dedi. Shunga masalan, yedil amanat deganimiz, masalan mening vakilim ekan, vakilim bo'lg'achqa pishki milim shuni qo'lda ekan, mening o'rnimda setib qo'ylar deb shunday vakil qilgan bo'lsam, shu mal shu odamning qo'lida bo'lsa, yoki amanat topshirilgan yoki shirkim, shirk bo'lsa, mana qo'lda tutib turgan bo'lsa va shunga o'xshash bo'lsa, bu chog'da u odamga men pul o'tkazgan bo'lmaydi ekanman. Ammo to'laydigan, keskin zadiman oladigan pul bo'lsa, shu pul o'tkazgan hisobda. Endi bu masalada, ya'ni bir mazhab setvoqchining sotquchida qandadan bo'lsa, cho'qim to'lab beradigan mali bo'lsa, şu malni salam savdosining puli hisobida o'tkazsa bo'ldi deydi. Lekin buni yangidan bir narsa topshirolmadi bo'lsa, burun topshirishi shu yangi topshirishning o'rnida turdi deydi. Al-qabdul jadid hukman shu. Endi deydi. Shu qard degan madmun narsa bo'ldi deydi. Qard degan madmun narsa. Bu anda qaz chiqishning farqi ilgirikse pul. Mavi bir mal mülk bunda, tovar binası. Farkı şu. Biz hem de Uygurçadan bunu qaz deymiz emasmi? Bu adir ishki masala. İmam İbn Qayyim Ibn Taymiya birisi de bizning pul olishimiz bo'lib qolsa, vaqti kelsa, u pulni elib, yana atat yana bermasakmi, elib jurmasakmi bo'ldi dedi. Jumhur elib andın birish lozim dedi. U tuydimi? Hem birisi de meningki oyunda rahlarim, tumi tasaklarım, açlık binaslarım var. Bunu qanday saqlatadi? Amanat olsa, yani bir mazhabda onunla salam savdosi qilinmaydi. Lekin berib turgan oyunda nima olsun? Aşını qazi olgan kendeylar, to'laydigan. Qazi olgan narsa bo'lsa, bo'ldi deydi. Yani puldan açlık tushgan chaqda, yani bir mazhab bir qadam İmam İbn Taymiyaning bir qadam yaqinlashgan bo'ldi. Mesela 5 taqa buğdayım barken birisi de qaz şu 5 taqa buğdayın ilişkimizin buldu dedi. Burun belginem hazır yanından belginem de o'xshash. Qayta qo'lga ilib berishi kerak emas dedi. Bu vaqt albatta kelgan narsa bu. Yani shunda ilishi bor. Shu nimadan mujna mazmun chiqdi. Tovarlamasizsa shu qarzlamasizsa o'xshab qolgan İbn Taymiya bo'lgan qismatda Hanefi mazhabiga shu qarzlarni tovar paspo'rtga solib, Allohga shu İmam Taymiyaga yaqinlashdi bir qadam. Lekin ma'lum tovar bo'lsa deydi. Shunami? Hanbali mazhabda burunqi topshirib bergani shu so'rinda qayta topshirib bergani o'rin turdi, undan bular dedi. Birisi elishim bo'lsa, amonat qo'ygan narsa bo'lsin, yoki shunda setib qo'ygan deb bergan narsa bo'lsin, shirikchilikdan bo'lsin, yoki qaz berib turgan oriyatga bergan narsa bo'lsin, hammada burun o'tkazgani, keyin salam savdosi qilgan o'tkazgan bilan o'xshashdi. Qala va la yajuzu akhz iwad ra's al-mal min jins akhar. Shu so'rinda biz $1000 salam savdosi qilishga ijabal qabul qildikmi? $1000 o'tkazib bir aydan keyin 100 kilo chilan olaman deyishgandan keyin pul berdigan chaqda shu so'rinda yo'q $1000 hozir endi yo'q ekan, ma 6500 ko'yni asaman o'rniga desa bo'lmaydi dedi. Yoki uni o'rniga bug'doy tumi tasak vas bo'lmaydi. Yani salamga putishgan pulni qabd qildimi, qilmadimi? Qabd qilmadi hozir. Dollarga putishgan-ku, dollar oldimi? Dollar olmadi. Li'annahu yufawwitu qabd ra's al-mal
u dollarning o'rniga yan olsa tutishgan sarmoyani topshirib olish kursini qo'ldan ketkizadi deydi. Bo'lmaydi. Shart qilingan pulni o'zini topshirib olishni qo'ldan ketkizadi. Ondan keyin bu nimadan iborat? U pulning badalini topshirib olishdan iborat, o'zini emas. Bu pulni topshirib olishdan burun nima qilib sarf qildi, tegishdi deydi. Dollarni yangi tegishib, undan keyin uni topshirib oldi desak, qarshi taraf sarf qilishga qatnashdi. Undan keyin bu nimadan iborat? Pulni qo'longa topshirib olishdan ilgari tasarruf qilding hozir. Salamning shartida pulni qo'longa olishdan burun tasarruf qilinmaysan. Shartat. Undan o dollarni yangi tegishida desa, u bog'lan tegishili deb tegishamaydi. Qo'longa topshirib olishdan ilgari sen pul tegishamaysan. Dollarni o'rniga yo'qlaymiz, shuningdek bo'lmaydi. Chunki shariat belgilagan shartlarga sen rioya qilmading. O razılıkni o'zining sap haqqi bo'lsa, ba'zi o'rinlarda mayli rozi bo'lsa mayli deymiz. Lekin shariatning chekchirasiga zid kelib qolgan taqishgan bo'lsa, o razılıkning e'tibori yo'q. Hozir musallam savdosi qilgan shartlar, shariat bekitgan shartlar vujudga chiqmadi. Va kada la yujuzul ibra'u minhu. Shundaqla bo'ldi ammayma pulni deb ammaydanga o'tvasin bo'lmaydi. $1000 100 kilo chilan olmoqchi, birinchi sırada 100 kilo chilanni topshirib birlar, $1000 hozir naqd o'tkazma dedimi? Ma'qul deyishdi. Deyish bo'lib, buni hamda nochilik tutib ketib, yoki hadiya qilamiz kelib, pul bermaslar bo'ldimi? Pul olmay sizga shu 100 kilo chilanni hadiya qilaman dedi. Yoki pul olmay biray deb turoldi. İbrahim shu pulni olmayman bo'ldi deb turolish. Bunda desem ona razı oldu ona. Pul almayma deb şunda mersikler razı olsun bo'lmaydi. Ya o çağda aslında doğrusunu bitti. Bunda hediye qildi adam. Selam savdosi qilib, o selam degan o nima rizqi dasab, onu bir qadam mang'itib, undan keyin onda ya almayman deb arunmay, o'zlarimiz 100 kilo chilin batı so'g'atqa deb tutish lozim. Tamam. Selam savdosi qildik deb uning bir savdoni nima qilib, ani selam savdosida shariat bekitgan bir shart vardı, pulni oldin topshirib olishdi. O shartni qo'llanmaylam, savdo qilma desa, ama selam savdosiga desigatmazdir. Shu bo'yicha ma'nolar deydi. Ha, yo'q shu. Shart qilgan, sharti sahada bekitgan nima buzolmaydi. Chunki buni islom ya shuni jazoni olib chiqdi, ya fasid bo'ldi, harom doiraga chirib günahga oldigan qulluq. Lima bayyana. Yuqorida biz buni bayon qildik. Ya'ni yuqorida biz qabda ahadul ivadayn vajibun dedik. Shunami? Ana o'sha ahadul ivadayn nimatta darhol topshirib olish kerak o'g'ini. Rasul mal. Shu chaqda andin salam degan narsa vujudga chiqdi. Ana bu ibra qilsa pulni topshirib oldimi? Ammada salam degan narsa yo'q. Fa'in qabila al-ibra saqata al-qabd. Mana ibra pul olmayman desa, u qarshi taraf ajab obdan gap qildi. $1000 ham chiqimni qildigan bo'ldi, qabul qildi. Pul bermaylam 100 kilo chilan oldigan bo'ldim deb. Bu yerda qab degan narsa yo'q bo'ldi. Pul topshirib olish yo'q. Batal aqd. Bu savdo batil bo'lib ketdi. Tiri yo'q aylandi. Va in raddahu lam yabtul. Pul olmayman bo'ldi deb turasa, ya bekor binasi olmayman, pulni berib olmasam deb u bekor beray deganni rad qilsa, qabul qilmasa, u savdo batil bo'lib ketmaydi. Natijada nima bo'ldi? Shu pulni oladi, undan tovarni deyishga vaqti birdan. Masala shu. In raddal ibra. Yuqorida in qabila degan nimani qabul qildi? $1000 olmayman dedi. O'zi ma'qul ibra qilganlarni qabul qildim. Sizning hadiyalarni qabul qildim bo'ldi. Dedimi? O'chaqda batil bo'lib ketdi. Mana rozilik, rozi bo'lsin batil. Pul olmasam olmayman desa, raddal ibra. Ya keyin o'zi hadiya qilamdi, u mayli. Lekin mishada $1000 topshirish lozim. Pullanmayman hadiyam bo'lsin deb turasiz bo'lmaydi. Va in raddahu lam yabtul. Ya'ni shu pul topshiruvchi tovar egasi pul olmayman degan taklifni rad qilaversa, bu savdo tigidan batil bo'lib ketmaydi. Yo'q. Mana
Men sizga oldin pul o'tkazib qo'ymoqchi. Chilanga. $1000 o'tkazman, bir oydan keyin 100 kilo chilan topshiriladi dedim-ma. Pulni sanayda shunday qilib tursam, "Voy, men sizdan pul olmayman" deb turibsa, endi men pul sanayotgandim, undan gap bo'ldi. Pulni chiqmasa ma'qul olamiz. Chilanni bir oydan keyin topshirolay desa, bu salam savdosi bekor bo'ladi. Ham salam degan narsa yo'q. Endi keyin u odam 100 kilo chilanni yevatdi yoki biri topshiralamdi, nima bo'ldimdi? Hadiyasi bo'ldi. Salam savdosi degan gap yo'q bu yerda. Ya pul olmay birdim deb turibsa, men rad qildim uni. Ya, pul olaman, pulsiz olmayman. Pulni bersam olaman, pulsiz bersam olmayman deb turibsam, salam savdosi hisob bo'ldi. Pulni beraman, tovarni vaqtida olaman. Bunday. Mesela $60 birisini qabul qilsa, $1000 deyishgan bo'lsa, shu darhol shu dollarni qo'yib bersak, u darhol aqalli bo'ladi. Bo'lmaydi. Buning bedelini oldi, o'zini emas. Deyishgan pullanmada uning bedelini oldi. Bu ikki tarafdan bo'lmaydi. Birisi deyishgan shu pulning o'zini qabul qilmadi. Bu bir. Ikkinchisi, qarshi taraf bog' egisi, chilan sotgan bog' egisi bu oldin topshirib olgan pulni qo'lga topshirib elishdan ilgari sarf qildi buni. Ama o qo'lga topshirib elishdan burun tasarruf qilish huquqi yo'qdi. Dolar değişmeye yönetici'sine bakıyor. Aslida $1000 100 kilo chilan demay, 6500 kiloga 100 kilo chilanni desa bo'ldi. Undan keyin ma'o dollarga deyishgan nima bekor oldimi? Qanday qilsam-da qo'limda yanva. 6500 kiloga 100 kilo chilan biramla bir oydan keyin u yenidan hamda yangiga chilangan. Biroq so'z bizdan gunohkor bo'ldi. So'z buzildi. Lekin gunohkor bo'lmaydi. Masalan, buni amal qilib. Ya gunohkor bo'lmaydi. So'z buzildi. Yönünü kolga alsa, dolar sorulur. Yönünü kolga alsa, şu yönüne Almashtirgan. Shu almashtirgan pulni sarf savdosi qildi hozir. Salam nimadan iboratda? Oldin pul topshirishdi. Endi oldin pul topshirib, pulni nima degan to'q? Jins. Endi qulash lazım. Endi qulash lazım deb shart bekitgan bor. Ashu jinsi nima dollar. Dollarga deyish to'q. Shu dollarni o'tkazsa. Uning o'rniga yen yoki bug'doy yo boshqa narsani qilsa, bu bitishgan narsa emas, to'xtamlashgan narsa, boshqa narsa bergan bo'ldi. Boshqa narsani bersa, bu salam joiz bo'lmaydi. Ya'ni samanni qabul qilgan bo'lmaydi. Uning bedelini qabul qilgan bo'ldi. Qarshi tarafmi bedelini olishga rozi bo'lsa, shu topshirilgan pulni almashtirishga ma'qul kelgan bo'ldi. Va uni almashtirishga ma'qul kelish huquqi yo'q uning tigida. selam yönüne kitap yapılmalı. Bizda yo'q. Shu burun qilgan salam bekor bo'lib ketdi. Endi char nima? Yangidan qo'yib deyishaylik deymiz. Lekin buning farqi bor. Ma bekor bo'lib ketdi, keyin mani yangidan deyishdi degan bilan farqi bor. Bo'lmasa odamcho dollar qilso'gan, dollar topolmagan. Yo'q, dollarga deyishgan, mana dollar birla. Yan olmayman deb turasiz-ku. Yan so'z hisoblaylik desizlar, yan so'z hisoblaymaylar. Chunki biz dollarga deyishdikmi yo yangimi dollarga dollar versamiz. Chunki uni bekor qilib o'tib, yangidan so'zlashimiz. Normal so'zda dollar yuan bersin. Ya normal savdo mayli. Chunki normal savdoda u pulni kim berishga bo'ldi degan to'qqiz. Pulni kechiktish bo'ldi, lekin tovarni naqd berish lozim. Yetamakkanin tahsilihi dedik. U odatga savdoda, lekin salamda pulni aqlash degan bir salamning ismi shundan kelib chiqqan dedik. Pulni cho'qima shu oylik ishda burun bergan degan ikkala oylikka bergan boshqa dollar deyishga keyin bo'ldi yön beraylik deb shu oylik o'rniga yönga almashtirsa Shu almashtirsa bu almashtirishga qarshi taraf qatnashdim deydi. Almashtirishga qarshi tarafning bunga qarta roli bo'ldimi bunimi? Rol bo'ldi desizlar, qo'lga topshirib olmagan pulni tasarruf qilgan bo'ldi. Yangi almashtirildi desa, sarf qilgan bo'ldilar. Qo'lga topshirib olmagan dollarni yangi almashtirdi dedi. Bu dollarni qo'lga olib, undan keyin $1000 yangi teshib paslab almashtirib bo'ldi. Lekin hozir qo'lga topshirib olmagan pulni almashtirdi.
o'zidan emas bir pulni almashtirdi. Bo'lmaydi. Ya'ni bu hammasi bu salam savdosi odatdan tashqari bir savdo bo'lgan ekan, buningda pulni naqd topshirish shart qilingan ekan, hozir mushnalar hammasi shu naqd topshirishga zid qilgan ishlar, shu bo'lmaydi. Nega mushuni raqasimi shu ehtiyoj qimdildi asli. Ama şartlar raqamganda nima kelib chiqadi? Texmi jiq fasid ishlar bo'lib qoladi. Jazoni bo'lib qoldi. Masalan, bayl kali jazoni bo'lib qoldi deymiz. Yoki unda fasid mulkil xabis bo'ldi. Shunga mumkin qadar unda shundan o'qib turib, mushunda masal shunchalik bir ta ko'chani chiqarib bergandek bir ahvol. Mishada o'tib asla degandek. Ve in raddahu lam yabtul. Yazar pulni berman deb turasa, salam joyid bo'lardi, pulni beradi, malni degan chora topshirib oladi. Li'annahu sahha bi taradihima. Chunki bu ishkaylarning rozilik bilan bu savdo to'g'ri bo'lganda boshda. Fala yabtulu illa bi taradihima. Endi u odamning oraliqda pul olmayman degan gapi uni bekor qilib o'tmaydi. Fa in a'tahu min jinsihi arda minhu. Ay pulnamda. Bu şu atahu degan mishad hozir gap nima ustida bo'ladi? Ra'sul malni pulni topshirdi. Lekin topshirgan chaqda o'zining jinsidan topshirdi. Dollarisi dollar, yendisi ham, tangisi tanga topshirdi. Lekin sufti tuvan pul berdi. Bu ilgirki vaqtlarda tanga va tilla bo'lgan chaqda persentlik pullar bir xil chiqmaydi degan tuqmiz. 80%'lik cihad, 60%'lik vasat, 30%'lik radi, 10%, 5%'lik, 2%'lik zuyuf, yani buhraj. Bunda bo'lgan ekan, shu chaqda shu pulni bergan chaqda tangidisi tanga o'tkazdi, tilladisi tilla o'tkazdi. Lekin odatdagi o'ttira holdan emas, eng tuan persentni nacharni berdi. Bununla 80%'lik desek, 20%'lik altını var pullarına geldi. Ya kemde normaldan da bunda 100.000 koyuluk, 1 milyonluk soğuduk ise kanda bir tok, 100 koyuluk ya 500 koyuluk pulu olsa aşında bir tok. Hem de şu bir koyuluktan bunda bir maşini kılıp ekip dur. Ma kanda işte kılım bunu. Mesela dükkancı bazıda tilemçilige bina satsa, ay tengi buldu 100 koyuna ekilishi mumkin. Ba'zan endi aholi bo'lgan bizni oldimizda. Bu ham bizga o'ylar, unda pasport 1 mo'ljallik, 2 mo'ljallik, 5 mo'ljallik pulni sadaqa tilab oladi-ku. O'shanda bunda pulni berish mumkin. 50 ko'yga, 100 ko'yga, unda 1 mo'ljallik, 5 mo'ljallik pul. Bu masalan buni arda deb qolsak, pasport olmayman deb tursa, balki hozirgi zamonga tatbiq qilinishi mumkin. Lekin bu yerga pulniki persenti ma'lum. Erda minhu faradiyal muslimu ilay. Min ko'yga ishlanadimi, pul o'tkazib qo'yma deb min ko'y deyishdi va 1 mo'ljallik puldan min ko'yni keldi. Ma'qul deb rozi bo'lib olsa ma'qul. Jaza. Li'annahu laysa bi'awad. Chunki bu deyishgan pulning badali emas. Boshqa bir pulga almashtirish degan narsa yo'q. Deyishgan pulning o'zi. Ammo haj pul. Yoki persent yuqori desak, uning persent to'g'riroq. Bu tillami tillamasmi? Tangimi tanga emasmi? Tanga tilla. Yenmi yan emasmi? Yan. Xalq puli. Va in khalafa fi sifati. Sifati o'xshash bo'lsa, ma pach pul, aptun pulda. Radiya qalsa, rasulsa, jasqilan, rasulsiz batıl bo'lgan. Shu mishada deyishgan narsa topshirib shu chiqdimi, chiqmadimi chiqdi. Xalq puli berdim, bermadim sizga. Men ko'y. Deyishgan usullarni. Ha? 100 ko'ylik pul deb shart deyishmaydi. Pulniki odatda nimadan sifat ekan. Ayında ba'zi. Ma'qul uni xalq pulini qo'yib turdim, kitobdagi mazmun aslini qartilgan, tanga tilla qartilgan. J7 vasatamda normalda J7 vasat so'd qilgan bo'lsa, shunda tangiga deyishdi. Vasat J7 shart qilmaydi, lekin odatda shuni olamiz endi. Bu ay radina kirib turdi. Qana qilgan gap. Rozi bo'lmaydi. Shariatning zodi unda deganimiz yo'q. Samanni topshirib oldimi? Topshirib oldi. Lekin sufti va rakon rozi bo'ldi. Va kadalika in ata ajwada minhu. Unda istilrakini bir qasimi mayli dedi. Lekin va yujbaru alal akhdi istilrakini bir qolgan holda ma olmayman desam majbur olasim shuni deymiz dedi. Xilafan luzufara
rahimahullah. İmam Zübeyir rahmetullahi alayh ya muşunun razılıkını şart kılmaz deb turgan. Lahu Zübeyir'nin delili ennehu teberra alayhi bil cevdeti felahu alla yakbal. Bunun delili isilrakini birish arqılıq bunun bir nas bagandek tafaddul ihsan qilgandek bo'ldi. Endi boshqaninki tafaddul ihsonni rad qilish erkinlik bo'ldi. Baka bu odamga minnatdor bo'lmay, minnat qilib yursin bundan keyin. Faloncha sizga pul olgan chaqda odatga deyishgan bo'lsam, "Mana islni bagandim" deb yurdi. Ha? Cho'qamni qo'ydi deb, yo'q deb rad qilsa bo'ldi deydi. Minnat qilmasin. Valana bizning dalilimiz annal jawdata la tukhrijuhu min al-jins. Bu isilrak olsun, qanday olsun, musho pulni jinsidan chiqarib o'tamdi shuni, chiqarib o'tmaydi. Dollardan vasi, yangi chiqqan dollardan bo'lsa, shu dollar. Tangining tillaning yuqori persentini bo'lsa, u tilla. Va hiya ghayru munfaridatin an al-ayn. Yani şu isillike el-jawda, şu pulning o'zining ayrim bir sifat emas. Şu pulda qaim bir sifat bu. Fala yu'tabaru fihi rida. Undan keyin u roziliqini shart qilmaymiz. Ida tabarra biha mayli bu yaxshiraqni beray deb qolsa, mayli. Nimaga o'xshash bu? Dalili qiyos kanat. Kar rujhani fil vazn. Yani birisi masalan 4 oltin berishim bo'lsa, 4 oltinni misqallab bergan vaqtimda, salab bergan vaqtimda 2 gram ortiqroq bersam unda chiqib ketadiganmi? Hozir masalan omil shapka sotib olsaqmi, tang bunda qilib berishim mumkin. Yoki yana birashka omilni tashlab tilam toza bir eg'lashtirayotgan ekan, ha, manda birimman deb nochilik bilan berishim mumkin. Mayli. Yani ahsanukum qada'an degan nimadagi gap bu? Karrujhani fil vazn. Jinda ig'roq bir istak bir ahvol. Ve emmel muslimu fihi emde tavarır kiyasak bayatın kısa rasmanını yapıttı hem tavarır kiyasak fel ibra'un anhu sahihun toğra buludu. Mesela $1000 ötkizip koydum birinci sılada 100 kilo çılan alımasıldım dedim ha. Bunu ötkizip bulab o kim buldu çılanını ammaymasıldı kalsın diye tavarlanmayan buldu. Bu doğru buludu dedim. Yani bağıysa razı olsun, kabul kılsın, kılmasın, ibrak olsa akd sahip oldu. İlgirde rasim malda kabul kılmasa büzüp gidiyor diyen. Batıl olup gidiyor diyen top. Ya da kabul kılması mı sahip olurdu. Yani ya da kabul kılmadım deyişilen bu soru büzüp oldu. Rasim malda olmayman dese kabul kıysa buzuk gitti. Mağda kabul kılsın kılmasın buzuk gitmeydi. Li'ennehu deynun la yecibu qabduhu fil meclis. Çünkü bu tavar hazır kim birdiğen bir kazi sağda. Kim birinci sılada bakmakçı. Peki hazır $1000'ını verip birinci sılada 100 kilo çılan tapşırlar dep bolda çılanımı almay pulsızlık alsın diyese bulardı. O adam kabul kılsın makul desin. Bu da hediyeni kabul kılar makul desin demesin bulardı. İlgirki de farklı etti. Kabul kılsa söz buzuk etti. Meğer kabul kılsa mı söz doğru bulardı. Ne için? Rasul malını şu sorunda kabul kılış şarttı. Mağut Müslüman tavar şu çağda kabul kılış şart demez. Nesine? Bu bak mühim olmasın bu. Peki Rasul malını tapşırılış mühim nasipte. Ne oldu ki? Şu sorunda tavarını tapşırış şart olmağaçka mağında kabul kılsın kılmasın bolda sildi kalsın dep kalsa doğru buldu. Li'ennehu deynun ona. Çünkü bu naq tapşırılış gerek olmagan keyinki bir qaz. La yecibu qabduhu fil meclis. Şu sorunda tapşırıp eliş diyen nas yok. Hazır pulni şu sorunda tapşırıp almasa olmaydı. Bu pulni almaydıysa tapşırıp eliş çıkmada bekavuldu deydi. Lekin tavarını ya da muş sorun tapşırılışın gerek degenim bulmaganken bunu keyin mutlaqan bolganken bu sorunni ma'quldisın ma'quldimisin bari. Taqchilan taqa o'ra pishyotdi. Pishirgan chaqda ya Allah ya ammas. Aleyhisselam bulaydı mı abi? Ya Aleyhisselam bulardı dedi. Mana.
فالإبراء عنه صحيح. Şu sorunda tapşırıp aldığın narsini tapşırıp algan buldu. Keyingi qo'yib qo'yganda olmayman deb qolsa, mayli. Agar salam qilib, mabiyaning gapini qilmasa, mal tapşirib olishni qilmasa, o'sha tigidan bekor bo'libdi. Lekin gapni qildi, uni keyin tapşirib qo'ygan narsa. Hozir vaqt emasdi. Bo'ldi sildi qalsin, ma'quldisin, muslim bo'ldi dedi. Fal ibranu sahih, li'annahu daynun la yajib qabduhu fil majlis. Şu sorunda tapşırış gerek emezdi buna. Feyasihul ibra anhu kesairi duyun. Delil misal kafarpe. Kesairi duyun. Birinçilerde 100 kilo çılan bir iş kazdı. Ama geldiğini battı. Yani bu hakta ilişki bağ nasip olsa normalde. Buldu ama ısıldı kalsın diyorsa iskat kılası buldu dedi. Adetten ondan geldiğini kalkan nasip olsa iskat kılası buldu dedi. Bir kaydı olan iken şunun kıyas tutturuldu. ولا يجوز أن يأخذ عوضه خلاف جنسه. Tavarının mı? Çılanlanmay, onun oradan ama buğday alma deyip durası bulmaydı. Ya ki buğday birmen deyip durası bulmaydı. Bu anda tavarının cinsini baş bir nasip almıştırıcı ibaret. Bu bir taraftan mağul bu nesiyette bunu almıştırırsın bu iskatta kemdi, mayıl diyetkendek desek mi? Lekin başka taraftan çekildiğin tarafı var. Yani şu tavarını baş nasip'e almıştırıcısına. Bu nesi olgandiken baş nasip'e almıştırasın boptu diyorsun mayıl oldu desem o. Lekin başka bir taraftan çekilinip kaldığı tarafı var. Ne varsa bu muslim fihi menkul nasa. Bu sorunun ibaret bey'el menkul ibaret dedi. Ve aslında menkul nasına koluğu tapşırıp eriştiğinin burun satsa soğudulası bulmaydı. Hadi onun orada başına yazın bir iş ne ibaret? Bir almıştırış soğudistin ibaret. Yani mukayada. Çılanla buğday almıştırdı mı almıştırdı mı? Bu bir soğuda desek menkul nasını koluğu tapşırıp eriştiğinin burun satsa bulmaydı. Başka bir kaideye takışıp kaldı o dedi. Biz normal soğudanın gepini kıygan çağda Nehan beyat ta'ami qabla en yestevfiyehu deb bunda hadisini okup şart kıygan qoq koluğu tapşırıp eriştiğinin burun bir nasını satsa bulmaydı diyen bir kaidini bekitken. Şununla takışıp kaldı o dedi. Yani şu tavarını almıştırış, çılanını buğdayga almıştırıp biriş, hudde çılanını buğdayga almıştırış soğudisi kıyganından ibaret. Müşterekten bulmaydı o dedi. قال صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يسرفه إلى غيره. Kim ki bir narsani tapşırıp olishga oldin pul o'tkazib qo'ygan bo'lsa, uni yani tapşırib olmoqchi bo'lgan narsani boshqa narsaga almashtirayotmasin. Mana nassan. Nas lekin bu ojizroq rivoyatlarda mursal va mavsul holatda ojizroq rivoyat kelgan bo'lsa, yig'ib akasak hasan darajalidir. وعن الصحابة موقوفا ومرفوعا ليس لك إلا سلامك أو رأس مالك. Sahabe-i kiramlardan mı? Sahabe-i kiramlarının sözü. Ya ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi süftüde bunda rivayet geldi. Ya selamuke. Sen değişken aldın pul ötkizip koygan tavarını şunu alırsa ya onu almagan takdirde şu pulunu tapşırır alırsa. Bunu oradan mana alman da bunda almıştırış hakkın yok diyen müşri rivayet. Bu acizrak rivayet bozma. Lekin sahabe kiramlardan İbn Ömer radhiyallohu anhu'dan kelgan bir rivayette Abdurrazzaq Musannaf rivayet qildi. İza aslafta fi shay'in fala ta'khudh illa ra's malika aw alladhi sallafta fihi. Yana İbn Abi Şeybe rivayette en Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma kana yusallafu lahu fi at-ta'ami faqala lilladhi kana yusallifu lahu la ta'khudh ba'da malina ve ba'da ta'amina walakin khudh ra's malina kullahu aw at-ta'ama wafiya diyen. Dalika sahabe kiramlardan mevkuf geldi ve acizrak olsun merfu geldi. Müşnun asasen tavarını başına almıştırıp bası bulmaydı. Fein atahu minel cinsi ecvede ev erda'a caze. Değişken tavar cinsinden sortu yakşırak ya sortu tüverekini basa caiz buldu deydim. Ya ecved olsa razı oluş gerek emezdi de ilgirken kasıklık var. Erda olup kalsa razı olsa buldu. Caze. Alama taqaddam diyen erda olup kalsa
pul o'tkazgan kishi rozi bo'lib qolsa bo'ladi. Ajr bo'lib qolsa, shuni olasan deb ham majbur edish lozim. Qala va shartun akharu, yana bir shart. Bu bir tarafdan rasul malga, bir tarafdan muslim fiyiga chetish shart. Ikki tarafı var. Her ikki şartlardan masalan, her ikkisi mal mutaqavvim, pul ya mal bunda bulash lazım degan odatdagi so'z setiqda shart qilingan shartlar bor. Masalan, xamr ya xinzirni ya saman ya tovar deb bundan qilib bo'lmaydi. Yani ma shartni axir degan jazoni bo'lib qolmaslik uchun qo'yilgan shart. Pul bilan tovar musallam savdosida ikkisini jazo masalasida, ribal fadl masalasida ikkisini almashtirgan vaqtida birisi nisiyosi bo'lmaydi degan bir turli bor. Daxtalafatul asnaf tabi'u kayfa shi'tum idza kan yadan biyad deb qo'ydiga. Yadan biyad bo'lish lozim degan oyinda shart qilingan narsa bo'lib qolsa, pul bilan tovar ikkisini bunda akasak, pulga birni berdik, salam so'zsa tovar nisiyolig'i undan ekan bu ikkisi naq bir-biriga setilsa to'g'ri bo'lgan narsa-da. Salam so'zi birsinisi birsi naq bo'lgan ekan, o'sha narsani salam so'zida pul va tovar qilsangiz bo'lmaydi. Mushart shu. Va huwa alla yajtami'a fil badalayn ahad wasfay illat riba. Ikki badalda ribal fadlinki illatininki birsi tepilib qolsa bo'lmaydi. Biz ikki illat bekitgan-go al-qadr val jins. O'sha birsi tepilib qolsa bo'lmaydi. Hatta la yajuza islamul hirawi fil hirawi. Şuna hirat rahtidan hirat rahtına salam so'zisi bo'lmaydi. Nima uchun esa bu illat ribatın bir vasfda o'xshash bo'lib qoldi, u bo'lsa-mu nima al-jins. Yani ixtilafatul asnaf bo'sitdi bo'ldi. Ay ixtilafatul asnaf emas. Yadan biyad bo'lmadi. Al-hinta bil hinta yadan biyad bo'lish kerakdi, bo'lmadimi? Hirawi fil hirawi yadan biyad bo'lmay qoldi. Salam yadan biyad emas, tabiiyati. Al-qadru mesela al-qadrni biz al-kayl vel vazn degan. Yani birisi al-jins. Mesela buğdayni buğdayga qilsak jins degan shart topildi-ku. Yani buğdayni o'tkazib, kim buğday olma bir oydan keyin deb salam so'z qilmaysiz deydi. Jazoni oldi. Jazoni edambiyat umman ekan. Hamda vaznan bivaznin kaylan bikayl degan bir shart bordi. Ay vazni nasida vaznan bivazn kayli nas kaylan bikayl degan bir nimami udilkab qolsa nasi qilolmaydi. Bunu misallar chiqadi. Mana wala islamul kayli fil kayli. Kemçelingan nasida oldin o'tkazib qo'ysa bo'lmaydi. Kal hintati fi sha'ir. Buğdayni oldin o'tkazib, apalama desa bo'lmaydi. Nima uchun desa, bu ikkisida ribani ikki illatidan birisi sepildi deydi. Lekin bu yadan biyad bo'lishi kerak. Salam degan birisini yo'lda. Walal vazni fil vazni kal hadidi fis sufr. Hamda jinglingan narsa o'tkazgan chaqda bu naq bo'lish lozim. Kal hadidi fis sufr aw fis za'faran va nahwu zalik. Liqawli sallallohu alayhi vasallam idha ikhtalafat al jinsan jins o'xshash bo'lmasa fabi'u kayfa shi'tum ba'da an yakuna yadan biyadin wa la khayra fihi nasi'atan. Bu nas bo'lganlikdan. Bu hamma mazhabda ijmo kelgan bir shartma. Imom Ibn Rushd Bidayat Mujtahidda salamninki shu ijmo kelingan shartlari qatorida shunda degan: "Yakuna thamanu wal mathmun mimma yajuzu fihi an-nasa'u wa imtina'uhu fima la yajuzu fihi an-nasa'u wa dhalika imma bi-ittifaq al-manafi'i ala ma yarahu Malikun وإما باتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة وإما باعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء." Bu إجماع كلمة شرط وهذا مضطرد إلا في الأثمان. Hadiste yeden biyad dedim. Muşunu satsanız yeden biyad buluşu lazım dedim ha. Ama selam yeden biyad emas soda. Bundan keyin muşunda salam qilmaysiz. Çünkü cezan oldu. Del joyida ma dedilar. Ve hada muttaridun illa fil athman. An mushu qoida, mush shart hamma yerda ishlaydi. Al makilat, mavzunatlar ishlab keladi shunama. Mavzuatning ishidan saman bormi yo'qmi? Batdi. Ashu riboyatning ishida saman bormi yo'qmi? Ba. Hadisda 6 turlikning ishida saman bormi? Ba. Lekin saman masalasida bu istisno qilindi. İstisna qilib ruxsat qilindi deydi.
icma'an. Bu mu icma? İstisna mı? Likulli qaidatin istisna da ma istisna qilgan. Fa innahu yecuz islamuha fil vazniyat daruratan. Çünkü pulga setilish degan dair bo'lgan ekan, bu yerda bir zarurat bor. Ay thamanmi vazni? Ashliqmi vazni? Vaznini satdiq. Illat riba topildimi, topilmadimi? Bir illat topildi. Al vazn. Shunda bo'lsa-mu, lekin pulni o'tkazib qo'ysak, bir vaznga o'tkazsak bo'ldi. لحاجة الناس كشلارنا احتياج بوغش ولأن الأثمان تخالف غيرها من الوزنيات في صفة الوزن يعني bir qo'shimcha tahlil chunki bu oltin kumush degan ig'irlikni o'lchashda boshqa tovarlardan farqlanib turdi لأنها توزن بسنجات الدراهم والدنانير chunki bu pullar tangi tillarning tarazilari bilan misqal oltin narsani zagal ishlatadigan ig'irlik tarazisi. Hozir ham bunda elektronlik tarazi var. Bunda kichik taksi var. Shunga oltinini tirqib tashlaymiz. Soati midilablam 5 gram 6,5 charak u bu degan tafsilot bilan chiqarib turdi. Shundan narsada ig'irlik o'lchimda sanjatga tarazini eng kichik narsalar. Va g'ayruha tuzanu bil artali val amna'i. Bu boshqalar bo'lsa jinglab, kilolab o'lchindi. Artal degan shu 4 gram, bir jin degan yaqin kildo. Amna deganmi al-manan bu bir keyl yoki vazn o'lchimi. Ya'ni 2 ratl kildigan. Ratldan ikkisi bir mana bo'ldi. Ya'ni 1 kilo degan gap. Bir jin 1 kilo yaqin hozirgi tilimizda. والأثمان لا تتعين بالتعيين pul biznesler muayyenleştirilmeydiğin narsa ve gayruha yetayyen başkaları muayyenleştirildi فلم يجمعهما أحد وصفي العلة من كل وجه ondan kim burada illa tepildi desek mi lekin %100 okşap ketmeydi bazı taraflarda okşamaydiğin tarafları mübah dedi yani birisi mimma yetayyenu bit-tayin yani birisi mimma la yetayyenu bit-tayin kısım farkı var fecaze islamu ahadihima fil-akhar lakin mevzun bo'lgan tangitillarni mevzun bo'lgan ashliq buğdaylarga oldin o'tkazib qo'ysa jaiz bo'ldi deymiz yani bu daruratan istisno qilindi demakchi vallohu a'lamu bis-savab subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk